Mana tabiblarga ishonib ilon zahrini jo'natdi 5-10 yil oldin. Rosa qiynalgandim o'sha payt. Shundan keyin bu kuchayib boraverdi-da shu paytgacha. Mana masjidimdan buyog'im umuman ishlamagan. 10 kun yotdim. Uni ota-onam biladi. Mana poложениyaga kelib qolgandan keyin ilojim yo'q. O'zingiz meni chiroyli qilib davolab qo'ydingiz aka, boringizga shukr. Hali chayon zahri jo'natilganda ham bor. Siz ilon zahri psikologiya mana shu operatsiyalar narkoz bilan qilinadi. Ya'ni bellar muzlatiladi. Bemor operatsiyadan keyin 10 soat, 12 soat yotadi faqat. Endi noqulayda, chunki oyoq ishlamaydi, boshqa. Bizda endi shu narsani ancha rivojlantirdikda, mahalliy o'sha ko'chingizni muzlatib turib, xuddi sizga qilganday qilib operatsiya qilamiz. Mana qanaqa og'irlikda kelib, zo'rg'a yurib kelasiz, lekin bemalol yurib chiqasiz. Qulayligi shunday. Operatsiyadan keyin bemalol yurib chiqasiz, narkoz yo'q. Endi ko'pchilik o'shanday bo'lsa ham narkozdasan baribir deb nima qiladi, lekin mana operatsiyadan keyin 1,5 kun o'tdi. Xudo xolasa og'riq yo'q-ku. Endi hojat paytida lekin baribir oz-moz bir haftacha achishlar bo'lishi mumkin. Endi hamma organizmiga bog'liq holatda bir hafta 10 kunida o'tib ketadi. Boringizga shukr, Shermuhammad aka, nima deymiz? Mana kecha juda qiyin ahvolda kelib operatsiyalarga olib kirdingiz. Mana 4-bosqichli gemoroyni ham yengib yubordik aka. Operatsiyalardan zo'r chiqdik. Mana soppa-soq zo'r chiqdik-da aka. Olamdan tug'ilganday bo'lib qoldik. Xudoga shukr. Bemorimiz kechqurun 10da kelib qoldilar. Juda kuchli gemoroy tromboz asorati bilan. Gemoroyning shunaqa asorati bor, eng og'irlik asorati o'sha tromboz berishi immina. Yo ich ko'p ketganda, yo ich qotib qattiq kuchanganda gemoroy tomirlari maksimal darajada chiqib qoladi. Kuchli og'riq beradi. Bemorimiz ham xuddi shunaqa holatda juda kuchli og'riq bilan yura olmay, o'rtoqlar ko'tarib kelishdi desa ham bo'ladi bemalol. Operatsiyadan keyin, o'sha 1 kundan keyin, даже 1,5 sutkadan keyingi ahvollar. Ahvolimiz zo'r. Na trenovka qila oldik, na boshqa qila oldik. Bu azobi yomon ekan. Azoblardan, operatsiyalardan inson omon chiqib, onadan tug'ilganday bo'lib qoldik. Mana otasiga ming rahmat doktorimizni, Shermuhammad akani. Shunaqa daraja mana soppa-sog'miz, yuraklargacha daraja nagruzka berib yubordi, og'riqlari tasvirlab bera olmaydi odamning o'zidan o'tayotganini o'zi biladi. Operatsiyani shu zahoti shundoq qilib operatsiyadan shundoq chiqdik. Zo'r holatda yuribmiz. Og'riq yo'q, mana achishish turib, mana bemalol harakat. Trenovka desa, trenovka mana zalga ham men chiqaveramiz. Harakatlarimiz zo'r, chotki, hammasi mana. Allohga shukr. Hammasi zo'r. Rahmat doktorlarga. Gemoroy yoki shunaqa kasalliklar, treshina, psivish bezovta qilyaptimi? Albatta kimdir sizni ko'tarib kelguncha yurmang. Vaqtliroq albatta uchrashing va davolaning bu kasallikdan. Osonlik bilan qutulish kerak ekan. Men bu 10 yil, 15 yil bo'ldi bu sekin-sekin paydo bo'ldi, sekin-sekin og'riqlar bo'ldi, boshqa bo'ldi, qonash bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Qatdan topamiz doktor boshqa qiziqib Shermuhammad aka bilan Instagramda tanishib mana zo'r, Allohga shukr, hammasi zo'r. Qo'rqish umuman kerak emas ekan. Vashshe ideal hammasi. Doktorlarning qo'li dard ko'rmasin. Barcha shifokorlarimiz yaxshi insonlar ko'payaversin O'zbekistonimizda. Hammaga rahmat. Abdushi. Shermuhammad aka, Abdushi akajon, rahmat. Sog' bo'ling. Baxtimizga. Rahmat.